Qaranglar, demak, sizlar bilan taqqoslash operatorlarini ko'rib chiqdik. Katta kichik belgisi, ya'ni A B dan kichikmi degani, katta belgisi A B dan kattami degani, teng belgisi ikkita tenglik qo'yiladi. Nimaga bitta tenglik emas? Agar bitta tenglik da bu taqqoslash ikki marta tenglik ishlatiladi. Agar bitta tenglik bo'lsa, biz uni o'zgaruvchida ishlatamiz. O'zgaruvchini qiymatini yangilamoqchi bo'lsak yoki bitta o'zgaruvchiga boshqa qiymatni tenglashtirmoqchi bo'lsak, bitta tenglik qo'yamiz. Hozir bu yerda ham bitta tenglik qo'yib qo'ysak, A B ga tengmi degan shart bo'lmaydi-da, A ni qiymatiga B ni tenglashtirib qo'yadi. Misol uchun, shu paytgacha A ni qiymati 0 bo'lgan bo'lsa, B ni qiymati 1 bo'lgan bo'lsa, A ni ham 1 qilib qo'yadi. Tushundingizmi? Shuning uchun biz ikkita tenglik ishlatamizki, bu tekshirish uchun. Xo'p, ketdik. Dalshi. Tengmi deganga qarama-qarshi shart bu teng emasmi? Tengsizlikni tekshiradigan shart hisoblanadi. Bu yerda ma'nosi shunaqa. A B ga teng emas. Agar teng bo'lsa, bu yerda false chiqadi, teng bo'lmasa true chiqadi. Tushunarlimi? Keyingisi kichik yoki teng. A B dan kichik yoki teng. Kichik bo'lsa ham true, teng bo'lsa ham true. Keyingisi katta yoki teng. A B dan katta yoki teng. Katta bo'lsa ham true, teng bo'lsa ham true hisoblanadi. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi o'rganadigan narsamiz bu shart operatorlari. Taqqoslash operatorlarini tushundik. Bularning soni 6 ta ekan, biz ishlatadigan va bulardan chiqadigan qiymat qanaqa qiymat ekan? Boolean qiymat, ya'ni true yoki false bo'ladi. Ana endi sizlar bilan biz shart operatorlarini ko'ramiz. Ya'ni dasturda biz qanday qilib taqqoslash operatorlarini ishlatgan holatda shart berishimiz mumkin. Shart qanaqa bo'lishi mumkin? Sizlar bilan knopkani o'rgandik, to'g'rimi? Knopkada biz knopka ulangan pindan raqamli ma'lumot qabul qilib oldik, to'g'rimi? Uni ekranga chiqarishni o'rgandik. Bo'ldi. Endi biz o'sha qiymatdan foydalanib, agar knopka bosilsa, mana bu ishni qil. Agar knopka bosilmasa, bu ishni qil deb buyruq berishimiz kerak. U biz bergan ikkita buyruq ham tayyor turadi. Qachon knopka bosilsa bittasi ishlaydi, bosilmasa ikkinchisi ishlaydi. Ya'ni shart asosida, xuddiki sizni ertalab maktabga chiqyapsiz, to'g'rimi? Ob-havoga qaraysiz. Agar havo bulutli, yomg'ir yog'adigan bo'lsa yoki ko'chada yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, zontigingizni olasiz. Aks holda zontigingizni olmaysiz. Xuddi shunaqa narsa. Tushunarlimi? Ha. Hozir tushuntirib beraman. Biz bu yerda yangi buyruqdan foydalanamiz. Yangi buyrug'imiz bu aynan shart operatori, ya'ni if. Ingliz tilida shart bu agar, o'zbek tilida agar bo'lsa, ingliz tilida if. Tushunarlimi? If deb boshlanadigan kodimiz bor. If yozdingizmi, bu yerda bo'ldi, shart ishlatiladi. Shart sifatida biz hozir o'rgangan taqqoslash operatorini ishlatamiz. Nima o'zgaruvchi edi? Knopkadan kelayotgan xabar qaysi o'zgaruvchiga saqlanardi? O'zgaruvchi. Boya yaratgan o'zgaruvchimiz. Holat misol uchun, holat nomli o'zgaruvchi yaratib, unga digital read dan ma'lumotni olib, knopkadan kelayotgan xabarni holatga tenglashtirib qo'yuvdik. Esizdami? Endi shu holat nomli o'zgaruvchini tekshiramiz. U agar teng bo'lsa 1 ga, bu yerdan javob nima chiqadi? Agar 1 ga teng bo'lsa, knopka bosilsa, bu yerdan javob true chiqadi. Boolean qiymatda javob chiqadi, to'g'rimi? Men bu yerda shart beryapman. Holat tengmi 1 ga deb so'rayapman. Bu yerdan javob ha yoki yo'q chiqadi. Agar javob ha bo'lsa, men bu yerda gullik qavs ochamiz. E'tibor bering, nuqtali virgul yo'q, hech narsa yo'q. Formula shunaqa. If yozildi, qavs ochildi, qavs ichida biz shart beramiz. Shart sifatida doim taqqoslash operatorlari ishlatiladi. Tushunarlimi? Bu yerga biz shunchaki true qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Shunchaki false qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Unda ham ishlaydi, lekin buni ma'nosi qolmaydi. Buning ma'nosi shundaki, biz shart beramiz
Agar bergan shartimiz qachondir to'g'ri bo'lsa, ifni ichidagi tanasi ishlaydi. Esizdami void setup, void loop? Gulli qavs ichida void setupni tanasi, gulli qavs ichida void loopni tanasi yoziladi. Xuddi shunaqa ifni tanasi ham bor. Mana bu yerda boshlanadi, mana bu yerda tugaydi. Mana shuni ichida yozilgan har qanday dastur bu ifning tanasi hisoblanadi. Tushunarlimi? Ifni ichiga yozilgan hisoblanadi. Endi ifni ichiga biz nima buyruq yozishimiz mumkin? Bu shartning ma'nosi nima bo'ldi? Holat 1 ga teng bo'lsa, ya'ni knopka bosilsa degan. Holat qachon 1 ga teng bo'ladi? Qachon knopkani bossak, to'g'rimi? Knopkani bossak holat 1 ga teng bo'ladi. Bosmasak 0 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Knopka bizga 0 va 1 jo'natadi. Bossak 1 jo'natadi, bosmasak 0 jo'natadi. Biz aytayapmiz, agar holat 1 ga teng bo'lsa deyapmiz, buni ichiga buyruq yozamiz. Digital right. Misol uchun 13 height yozishimiz mumkin. Biz aytayapmiz, agar holat 1 ga teng bo'lsa, ledni yo'q. 13-ledni yo'q. Tushunarlimi? Agar 0 ga teng bo'lsa, buni bajarmaydi. Else-chi. Bu yerda davomi bor. Aks holda degan narsa bor. Else. Bunda sirazi gulli qavs ochiladi va gulli qavs yopiladi. Agar buning javobi true bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, mana bu narsa ishlaydi. Agar buning javobi false bo'lsa, mana bu narsa ishlaydi. Buni ichida nima yozamiz? Digital right 13 low. Aslida else ni ichiga ham, if ni ichiga ham xohlagan dasturingizni yozsangiz bo'ladi. Faqat mana shu yozgan buyruqlaringiz qachonki knopka bosilsa if ishlaydi, bosilmasa else ishlaydi. Oddiy. Biz knopka bosilishini qanday tekshirdik? Knopka bosiladigan qiymatni holatga berdik. Bosilgandagi digital read pin raqami bilan knopkani input deb tanishtirganmiz. O'sha kodni holatga tenglashtirdik, to'g'rimi? Undan kelgan xabarni tekshirdik keyin bu yerda. Agar rostdan ham holatning qiymati 1 ga teng bo'lsa, mana bu kodni bajaradi, aks holda bu kodni bajaradi. Buni ichida xolasangiz serial print yozsangiz bo'ladi. Xolasangiz ledni 10 marta o'chirib yoqishmi, 2 marta o'chirib yoqishmi, nima yozsangiz ham ishlaydi. Ya'ni if ma'lum bir shartni tekshirib, tanasidagi kodni bajarib berish vazifasini bajaradi. Tushunarlimi? Endi amaliyotga o'tamiz. Demak, hozirgi mavzuni davom ettirib, biz if else ni ishlatib ko'ramiz endi. Xo'p, birinchi yozadigan kodim serial.begin. 9600 tezlikda biz serial oynasini ishga tushiramiz. Agar kimdir tushunmagan bo'lsa shu kodni izoh yozib ketaman. Demak, bu kodning ma'nosi serial oynasini ishga tushirish. Tushunarlimi? Keyingi qatorda esa men bitta kelinglar natijani hozir ekranda ko'rishimiz uchun serial oynasi kerak bo'ladi. Shuning uchun men serial beginni yozdim. Boyagi kodga qaytadigan bo'lsak, biz bitta o'zgaruvchi yaratamiz. O'zida integer saqlagan holat nomli o'zgaruvchi qiymati hozircha vaqtinchalik 0 ga teng. Va biz pin mod buyrug'i yordamida knopkani qaysi pinga ulaganmiz? Xohlagan digital pindan bittasiga ulashimiz mumkin. Misol uchun 2 ga, to'g'rimi? Biz ikkinchi pinni input sifatida tanishtiramiz. Agarda mana bu 2 raqamini doim 2 deb yozmaslik uchun yoki qaysi pinga ulaganimiz esimizdan chiqib qolsa yoki pin raqami almashsa oson o'zgartirish uchun pin raqamini ham o'zgaruvchiga saqlab qo'ysa bo'ladi. Misol uchun int knopka teng 2.
va men qayerda knopka so'zini ishlatsam, o'sha joyda ikki raqami nazarda tutiladi. Tushunarlimi? Endi biz mana bu holat nomli o'zgaruvchi e'lon qilish edi. Bu yerda holat nomli o'zgaruvchi e'lon qilganmiz. Uning vaqtinchalik qiymati nechiga teng? 0 ga teng. Va biz hozir bu yerda o'sha 0 ni o'zgartiramiz. Biz aytamizki, holatga yangi qiymat ber. Holat nomli o'zgaruvchiga yangi qiymat beramiz. Yangi qiymatni qayerdan olamiz? Digital read, ya'ni biz knopkani pinini o'qiymiz. Knopka degan o'zgaruvchi 2 ga teng. To'g'rimi? Bu degani ikkinchi pinni o'qiysan deganimiz. To'g'rimi? Va uni holat nomli o'zgaruvchiga qiymat sifatida berasan deymiz. Va bu yerda void loop nima qiladi? Kodni cheksiz takrorlaydi va har safar void loop takrorlanganda holat nomli o'zgaruvchining qiymati o'zgaradi, yangilanadi. 0 bo'lsa 0, 0 ni 0 ga, 0 ni 0 ga almashtirib turadi. Agar u 1 bo'lib qolsa, 0 ni o'chirib tashlaydi, 1 qiladi. Yana 1 ketaverishi mumkin bosib turgan bo'lsa agar. Agar u yoqdan yana 0 kelib qolsa 0. Ya'ni ikkinchi pindan bizga qanday axborot kelayotgan bo'lsa, o'sha axborotni shunday olib, digital read shunday holat nomli o'zgaruvchiga nima qiladi? Saqlab qo'yadi. Va holatning qiymati har safar loop aylanganda yangilanib turadi. Tushunarlimi? Ana endi biz holatning qiymatiga qarab dastur yozamiz. Misol uchun if, ya'ni agar holat degan o'zgaruvchining qiymati teng bo'lsa 1 ga, true degan javob chiqadimi 1 ga teng bo'lsa? To'g'rimi? Demak, mana bu shartning ma'nosi shuki, holat nomli o'zgaruvchining qiymati tengmi 1 ga? 1 ga tengmi degani. Agar rostdan ham uning qiymati 1 ga teng bo'lsa, mana bu gulli qavs ichiga yozilgan har qanday dastur ishlaydi. To'g'ridir. Bu yerda yozishimiz mumkin. Misol uchun serial.print ln yozishimiz mumkin. Xo'p, matn yozamiz bu yerga. Matn bo'lishi mumkin. Knopka bosildi. Mana shu buyruq ekranga knopka bosildi degan yozuvni chiqaradi. To'g'rimi? Aks holda deymiz. Else gulli qavs ochib yopamiz. Esingizdan chiqmasin. Else da oddiy qavs va shartlar yo'q. Faqat gulli qavs bor va uning ichida yozilgan dastur bor. If da esa shart bor. Agar ifning sharti true qaytarsa bizga, unda serial printdagi ifni ichidagi dastur ishlaydi. Agar u bizga false qaytarsa, ya'ni shart bajarilmasa, unda else ning ichidagi qiymat dastur ishlaydi. Knopka bosildi yoki bosilmadi. Ikki xil yozuv chiqishi mumkin. Menga maket plata, knopka va simlar bering. Tezroq. Buni haqiqiy Arduino'da hozir sinab ko'ramiz. Bitta rezistor, bitta knopka, ikkitami, 3 ta sim bo'ladi. Xo'p, keling men ungacha Tinkercadda ulanishini ko'rsatib turaman. Ya'ni oddiy knopkaning ulanishi. Qizlar, sal jim tursalaringiz bo'lardi. Knopka bormi? Maket plata yo'qmi? Maket plata bering.
maket plata, Arduino, knopka. Biz GND ya'ni minus zaryadni chiqarib, uni maket plataning minus qatoriga olib kelamiz. Xo'p, keyin 5 volt pinidan sim chiqarib, knopkamiz ulangan oyoqqa 5 voltni ulab olamiz, to'g'rimi? Besh voltni uladik. GNDni esa rezistor orqali knopkaga ulab olamiz. Bu 0.1 bo'lishi mumkin, misol uchun. Va xuddi shu knopkaga rezistor ulangan oyoqdan signal uchun sim chiqarib, uni xohlagan pinimizga, bizning dastur bo'yicha ikkinchi pinga, to'g'rimi? Ikkinchi pinga ulab olamiz. Nima qildim? Qaysi tomondan? Nima farqi bor? Shu bitta oyoq-ku. Rezistor ulangan oyoqqa ulayapman, mana. Ikkalasi bitta oyoq. Bu tomonga ham o'sha tok o'tadi. Knopka tuzilishi esingizda yo'qmi? Raqamlar plus? Nima degani? Mana pinlar bilishi kiradi. Zamondan boshlab 13. GND bilan pin bitta oyoqqa ulanadi. Tamom. Sen Arduinoga signal yuborayotgan pining GND ulangan oyoqdan signal olib, o'sha pinga olib boradi. Va bu borayotgan GNDni ma'lumoti Arduino uchun 0 hisoblanadi. Ya'ni minus zaryad hisoblanadi. Tushunarlimi? Dasturni yuborishdan oldin biz Arduino platasini tanishtirib olamiz. Arduino Uno va port. Bolalar, video yozilyapti. YouTube ga mashhur bo'lasizlar. Dastur yuklandi. Serial oynasini ishga tushirsak, knopka bosilmadi degan yozuv chiqyapti. Men knopkani bossam, knopka bosildi degan yozuv chiqyapti. Qo'yib yuborsam, knopka bosilmadi degan yozuv chiqyapti. Buni bittagina if bajaryapti. Menda ikkita matn chiqarish uslubi ham yozib qo'yilgan. Bosildi degan yozuvni ham, bosilmadi degan yozuvni ham chiqarish uchun kod yozib qo'yganman. Faqat ularning bittasi if ni ichida turibdi, bittasi else ni ichida turibdi. Qachonki men bergan shart to'g'ri bo'lsa, if ning ichidagi kod ishlaydi. Agar men bergan shart noto'g'ri bo'lsa, unda else ning ichidagi kod ishlaydi. Bu yerda hozir else ishlab turibdi. Nimaga else ishlayapti? Chunki knopka bizga 0 jo'natyapti. Men bosmaganman knopkani. Qachon men knopkani bosaman, o'shanda menga 1 jo'natadi knopka. Va men shart yozganman. Agar deganman. Knopka menga 1 jo'natsa, ya'ni holat teng bo'lsa 1 ga, ekranga knopka bosildi degan yozuvni chiqar deganman. Shunda men knopkani bossam, bosildi degan yozuv chiqadi. Juda ham oddiy. Knopkadan kelayotgan xabarni digital read buyrug'i o'qiydi, uni holatga tenglashtiradi. Biz esa mana shu holatning qiymatini tekshiramiz. Agar u rostdan ham 1 ga teng bo'lsa, ekranga mana bu narsani knopka bosildi degan yozuvni chiqaradi. Aks holda knopka bosilmadi degan yozuvni chiqaradi. Tamom.